Bu video Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylari haqida. Habibimizning turargohlari Masjidul Nabaviyga tutash bo'lib, masjid va uyni bir devor ajratib turgan. Uyning o'lchami 5 metrga 6 metr, balandligi 2,5 metr. Uy ichi mana shu ko'rinishda bo'lgan deb taxmin qilinadi. Xonada yotoq, xum, taomlanish va yuvinish uchun sanoqli idishlar bo'lgan xolos. Yotoqlari xurmo daraxtidan, yostiqlarning pari xurmoning masadidan bo'lgan deyiladi. Butun olamga rahmat bo'lgan zot mana shunday oddiy uyda kamtarona yashaganlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng o'z uylariga ko'milganlar. Abu Bakr Siddiq esa Habibimiz yonlariga ko'milganlar. Qabr atrofi parda bilan o'ralib, Oysha onamiz o'z uylarida yashayverganlar. Umar roziyallohu anhu ularning yonlariga ko'milganlaridan so'ng qabrlar atrofi devor bilan o'ralgan. Oysha onamiz vafotlaridan keyin Hujra-i Saodat eshiklari berkitilgan. Masjidga tutash hovliga ham devor qurilgan. Keyinchalik boshqa onalarimizning uylari buzilib, masjid hududi kengaytirilgan. Baytus Saodatni muhofaza qilish maqsadida Umar ibn Abdulaziz devor qurdirgan. Devor burchaklari Ka'batullohga o'xshab qolmasligi uchun 5 burchakli bo'lgan. Hozir Habibimizning muborak qabrlari mana bu ko'rinishda. Uning devorlari qalin toshlar bilan himoyalangan. Hujra-i Saodat yopinchig'i 5 burchakli devor ustiga yopilgan. Butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga bitmas tuganmas durudu salovatlar bo'lsin.